Hozirgi kunda skuterlarda ko'chada ayollar minayotganini ham ko'ryapsizlar. Mana ayollarimizga moslari takrorlanmas dizayndagilarni sizlarga bugun ko'rsatib o'tamiz. Sizlar ham ko'chada ko'rdilaringmi? Kommentariyaga bitta yozib qoldiringlar. Ora-orada mashina minib ketasizlar, yo'llaringga ham chiqib borishadi. Endi yosh bolachalarimiz katta tezlikda svetoforda qiziliga qaramay turib tarsillatib o'tib ketishyapti. Ota-onalar uchun bu muammoda yechimi topilgan maxsus skuterimiz ham bor. Videomizni oxirigacha ko'radigan bo'lsalaring, takrorlanmas dizayndagi skuterlarni sizlarga akamiz bilan birgalikda obzor qilib o'tamiz. Hozir ota-onalarning og'rig'ini yechimini beramiz. Assalomu alaykum Mahmudjon aka. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Assalomu alaykum Mahmudjon akam qadrli kuzatuvchilari va aziz obunachilar. Bugungi Mahmudjon aka bilan qiladigan mehnatimiz inshaalloh hammaga manfaatli ma'lumot berishdan iborat bo'ladi. Xo'p, aka, endi 20 dan o'tmaydi dedim. Haqiqatda shunaqami? Buni bir obzorini qilib bering, mana shu skuterni. Albatta, obzor qilib berishimdan oldin albatta bu videoga like bosib, klass tugmalarini bosib qo'yamiz. Xudo xolasa boshqa odamlarga ham bu videomiz yetib borishi uchun bo'ladi bu. Bu skuterimiz Taylik kompaniyasida ishlab chiqarilgan aka. Bu premium klassda skuter ishlab chiqaradi aka. Dizaynni alohida ko'rishingiz mumkin, italyanskiy dizaynda va ota-onalar bolalariga skuter olib berayotganda buni ota-onalarning qo'liga kod beramiz aka. Kodda terib qo'yishadi. Skuter tezligi 20 dan o'tmaydigan bo'lib qoladi. Umuman. Endi buni yoshi katta odamlar ham minsa bo'ladi aka. Bu yosh tanlama skuterimiz hisoblanadi. Buni yoshi katta odamlar o'zlarining o'sha berilgan promokod orqali tezligini 30-35 ga ko'tarib olsa bo'ladi. O'zlariga moslab olsa bo'laveradi. Xo'p, endi aka bir boshidan skuterlarni o'zingiz obzor qilib bersiz aka. Xo'p, bu modelimizdan boshlaymiz. Bu modelimiz ayol qizlarimiz uchun juda ham aktual variant hisoblanadi. Narxiga keladigan bo'lsak, $675 qilib beramiz aka. Juda chiroyli narsa. Italyanskiy dizaynda oldi orqalari ham, ko'jalari ham juda ham sifatli bo'ladi. Bu Taylik kompaniyamizda ishlab chiqarilgan skuterimiz aka $450 qilib beramiz. Bu yoqda aka velosiped simon skuterlar xohlaganlar uchun $350 dan qilib beramiz aka. So'mga 4.550.000 so'm bo'ladi. Va eng muhimi, men bugungi kunda xursand bo'lib shu ma'lumotni barchaga ulashmoqchiman. Hozirgi kunda O'zbekiston Respublikasida skuter uchun haydovchilik guvohnomasi talab qilinmaydi. Muddati ancha vaqtga cho'zdirildi. Bekor bo'ldi. Bekor bo'ldi. Tushunarli. Ya'ni bu narsa uzumda va boshqa dastavka nimalarda ishlaydigan akalarimizga ancha yengillik bo'ldi. Albatta aka, ko'pchilik ishlayotganlar ishlalmay qoladi. Masalan, haydovchilik guvohnomasidan boshqa narsadan qo'rqib, endi buni tezligi aka 35 km/soat tezlikdan o'tmaydi. O'zi bunda Yevropada aka haydash madaniyati degan narsa bor. Bizga skuterlar mana 3 yil, 4 yil, 5 yildan beri uzog'i bilan kirib kelyapti aka. Xudo xolasa bizda ham o'sha O'zbekiston Respublikasida ham haydash madaniyati ancha rivojlanyapti. Xudo xolasa. Endi aka, mana videoda boshida yana bitta narsani aytib qo'yay. Mana shu videomizni uzun tezkor va boshqa nima deydi, dastavka yetkazib berishda ishlaydigan akalarimiz, xo'p, oxirigacha ko'rishsa, ularga bir ajoyib yangilik bo'ladimi videomiz? Albatta, yangilik qilib beramiz aka. Oxirigacha ko'rib, videoni like tugmasini bosib, kommentariyada faol bo'lgan obunachilarimizdan birini tanlaysiz aka. Bitta skuter aka sovg'a qilib beramiz aka. Bitta skuterni xudo xolasa buni tartibi shunaqaki. Buni 3-qismda e'lon qilamiz. 3-qismda e'lon qilamiz. G'olibni ham aniqlaymiz xudo xolasa. Albatta, g'olibni aniqlab, xudo xolasa chiroyli shaklda bitta skuter beramiz aka. Videomiz 3 qismli bo'ladi. Bugun birinchi qismi va ozgincha muddatdan keyin ikkinchi qismi va uchinchi qismi inshaalloh ikkinchi videoda kommentariyasidan g'olibni aniqlaymiz. Shartlari g'olibimiz Farg'ona Marg'ilonlik bo'lishligi kerak. O'zimiz Farg'ona territoriyasidan deylik. Farqi yo'q. Farg'onani istalgan burchagidan bo'lsa bo'laveradi. Bu skuterimiz mustahkam do'galar bilan qoplangan aka. Juda ham aka moshni skuter bo'ladi aka. Tablosi displeylik, cho'ntaklari bor aka. Oldi dizayniga alohida e'tibor berishlaring mumkin. Balon amortizatorlari ham juda ham sifatli va 2 kishi bemalol orqasida o'tirsa bo'ladi. Orqa tomonda aka kattagina bagaji ham bor. Bu skuterimizning narxiga to'xtaladigan bo'lsak, bu skuterimizning narxini $550 qilib beramiz aka. $550. Albatta, xudo xolasa sunnatiga kelishtirib beramiz. Endi retroga qiziquvchi akalarimiz bor. Bilasiz, bu italyanskiy dizayn hisoblanadi aka. Haqiqiy klassika. Hozir ham masalan Italiyaga boradigan bo'lsak, shu turdagi elektrический skuterlar bilan to'qnash kelamiz aka. Buni umuman ощущенияsi, emotsiyasi umuman boshqacha. Narxi buni aka? Xo'p, buni narxini aka $650 qilib beramiz, sunnatiga yana kelishtirib beramiz. Hamma joyi temir bo'ladi aka buni.
Ha, bu hamma joyi temir. Albatta, plastik elementlar ishlatilgan joy bor, juda kamdan kam joylari основной temirdan foydalanilgan. Aha. Bu yoqda aka, bunga alohida e'tibor beringlar. Bu umuman boshqa mavzu aka. Turistkar hisoblanadi. O'zi kelib shunga ko'p o'tiribsizmi aka? To'g'ri. Juda yoqdi menga. Albatta. Buni aka dizayni, buni boshqa narsasi, aka bu tepadagi zontiklari, aka hamma narsasi zavodskoy tabloni qarang aka. Splashnoy displey. Aka cho'ntaklari bor aka. Orqasida bagaj bor. Ko'jaga e'tibor bering aka. Tikilishini qarang. Nappa ko'ja mana deyshadi. Juda chiroyli. Jabralari ham aka o'zini dizayniga juda ham mos. Orqa tomondan ham bu juda ham chiroyli ko'rinadi. E'tibor berishlari mumkin. Bodo kompaniyasida ishlab chiqarilgan. Bodo kompaniyasi o'zi aka juda sifatli mahsulotlar ishlab chiqaradi. Bu skuterimizning narxini aka xo'p, $660 qilib beramiz. So'mga aka 8.580.000 bo'ladi. Chet davlatdan turib oila a'zolariga sovg'a qilmoqchi bo'lganlarga aka albatta dastavkamiz bepul. Hammaligining nomidan aka tabriklab aka kelaveramiz aka. Yetkazib berishadi. Albatta. Fiat mashinasiga o'xshab ketar ekan orqa tomon. Endi aka benzinli mototsiklarimizdan bunimiz 1 tonnadan boshlanadi. Bizda aka 600 kilodan boshlab benzinli mototsikillarimiz aka 4 tonnagacha mavjud. Narxiga keladigan bo'lsak aka $1.800, benzin baki 25 litr benzin oladi aka, 150 kub ob'em dvigatel bo'ladi. Juda ajoyib narsa. Bu yoqda aka endi keladigan bo'lsak, aka bu yerda Tiger degan modelimiz bor. Narxiga keladigan bo'lsak $1.650. Pul avtomat hisoblanadi. Pul avtomat hisoblanadi. Shunchaki kalitni ochib, tugmani bosasiz, mototsiklimiz aka harakatga keladi. Mashalloh. Haydovchi bemalol chiqib tushsa bo'ladi aka, sideniyasi splashnoy bo'ladi. Aka bu modelimiz o'zi ham aka 900 kilo yuk ko'taradi. Va eng muhimi aka dvigateli antifrizlik. Voy, mashalloh. Xo'p, bu skuterlarimizni aka, bu turdagi skuterlarimizni aka $300 qilib beramiz aka. Bemalol kelib xarid qilishsa bo'laveradi. Xo'p, bu yoqda aka 2 tonnalik samosval mototsikllarimiz bor. Bu kattasida, ya'ni ko'tariladiganidan. Albatta. Ko'taradi 2 tonnani svobodniy aka olib chiqib olib tushadi aka. Silindrini o'ziga 5 tonnaga, ramasiga 4 tonnaga kafolat beramiz aka. Va eng muhimi bizda bor mahsulotlarda aka respublika bo'yicha aka dastavkasi bor aka. Vodiy ichi bo'ladigan bo'lsa dastavkamiz bepul, istalgan mahsulotga voha tomon bo'ladigan bo'lsa eng vohani chekka joyiga ham 1 million 1.3 million so'mga yetib boradi. Buni 50% ni bizning kompaniya qoplab beradi. Ya'ni 50% ni 1 million bo'lsa, misol qilaylik 500 ming ulab beradi. 500 ming? Albatta. Endi bu yoqda aka skuterlarimizni, bu yoqda ham million modeli bor aka. Bir vaqtda o'zida ham ko'k va bir necha ranglarda quyoshda ostida aka tovlanadigan skuterimiz. Sideniyasi juda ham uzun bo'ladi aka. O'tirishga, haydashga udobli bo'ladi. Mabodo 3 kishi ham sizga ketaverasiz. Albatta aka, displeyga ahamiyat bering, juda ham chiroyli narsa-da. Buni aka narxiga keladigan bo'lsak, aka buni $550 qilib beramiz. Xudo xolasa sunnatiga kelishtirib beramiz aka. Xudo xolasa. Benzinli mototsikl so'ragan akalarimiz uchun benzinli mototsikllarimizni eng zo'rlari, moshni polvonlari bor aka. 2 tonnalik mototsikillarimiz bor, kabinkali holati, 2 tonnalik mototsiklimiz pol kabina holati, 2 tonnalik mototsiklimiz to'liq kabina va mashina rulli bo'ladi aka. Buni aka ichkari salondan bitta ko'rsatmasangiz, biz menimcha anchagina kommentariyaga sababchi bo'lib qolamiz. Aka, stepleniya, tormoz, gaz. Mashina qanday bo'lsa, bu ham xuddi shunday. Voy, mashalloh. Mana tablolar, pоворотнийлар qaranglar akalar. Rul multirol. Aka, zatimit kameralari bor. Pechkasi bo'ladigan bo'lsa, Matiz'ning pechkasida aka qizitib, qaynatib ishlaydi aka. Pul avtomat 5 ta skorostlik. Tezligi aka 90 ga chiqadi. Rulni balansirovkasini o'zi aka 15 metrgacha aka qimirlamasdan ketadi. Bu mahsulotimiz ham 2 tonnalik hisoblanadi aka. Call centerlarimiz raqamlarini bitta ko'rsatib qo'yamiz. Hurmatli kuzatuvchilarimizga, call centerlarimiz raqamlariga aloqaga chiqaverasizlar. Sizlarga qaysi mahsulotimiz qiziqtiradigan bo'lsa, albatta 1 minutlik o'zlaring uchun alohida obzor qilib sizlarga tashlab beramiz. Ma'qul keladigan bo'lsa, bemalol aytsalaring yetkazib beramiz. Bu yoqda aka, xo'p, ochkili skuterimiz bu dizayn tomonidan juda ham boshqacha aka. Skuterlarning ichida ko'proq yoqadigani shu. Narx jihatdan ham budjetning hisoblanadi aka, qulaylik jihatdan ham juda ham aktual variant. Narxi qanaqa? $350 qilib beramiz. $350. $350 qilib beramiz. Bu yoqda yana skuterlarimiz bor. Bu skuterimiz aka $300 qilib beramiz. $350 sotganmiz bugun sizning kanalingiz obunachilariga. $50. Albatta. Akam o'ta mijozlar tomonga yonbosar ekanlar.
Albatta aka, bu skuterlarimiz bor aka. Bu skuterlarimiz ham aka $350 bo'ladi. Xudo xolasa aka velosiped simon so'raganlarga bunaqa modellarimiz bor. Va eng qizig'i aka ko'chalarimizni quvnatib yurgan aka yosh kattalarimiz, ayollarimiz aka minib yurgan aka mana bunaqangi turist kar modellarimiz bor aka. Aka 2 kishilik deyishadimi? Xohlasa aka 1 kishiliklari bor aka. Bu 1 kishiligimizning narxi aka $600 bo'ladi. So'mga 7.800.000. Bu 2 kishiliklarimiz bo'ladigan bo'lsa aka $800 bo'ladi. Aka so'mga 10.400.000 so'mdan bo'ladi. Juda aka chiroyli manzara bo'ladi. Aka call centerlarimizni yana bir qator qaytarib o'tamiz. Call centerlarimizga bemalol aloqaga chiqishsa bo'laveradi. Hoji tog'alar orqaga nevaralarini solib aylanib qolishadi-yu aka. Obunachilaringiz ichida yuragida o'ti borlari bormi? Bor aka. Kelinglar. Bizda aka buni ko'rsatmasak, buni ko'rsatmasak bo'lmaydi. O'tirgandan keyin kalitni ochasizlar, shunchaki knopkani ishdan charchab kelganlaringda bitta bosasizlar. Yana bitta. Aka bu qanaqa bu endi bu? Bu aka Kawasaki Ninja'ning replikasi hisoblanadi. Buni aka bugun sizni obunachilaringizga siz kelganingiz munosabati bilan buni aka $2300 sotyapmiz biz o'zimiz. Hozirgi kunda zakaz qilsangiz $2800, siz kelganingiz munosabati bilan $2000 qilib beramiz aka. $300 skidka. Albatta. Mana akalar, kelasizlar 2000 ga olib ketasizlar. Buni ham o'zini ishqibozlari bor lekin. Albatta. Oqtarib yurgan akalar, sirazi o'rnida aloqaga chiqsalaring bo'ldi. Xo'p, aka bu yoqda skuterlarimiz bor. Akamizni ko'rsatib. Bu yoqda aka skuterlarimiz bor. 12 yoshdan aka yosh chegaralanmaydigan jihatgacha aka skuterlarimiz bor. Buni aslan yoshlarimiz ko'proq xarid qiladi. Narxini aka $290 qilib beramiz aka. Bu yoqda aka oq ranglisi bor. Aka kaskalari bilan yomg'irli havoda ustilariga kiygan aka plashlarimiz bilan qilib beramiz aka. Komplektida. Ochki modelimizni kul rangini ko'rdik aka. Hozir bu yerda qorasi turibdi aka. Narxiga keladigan bo'lsa $350 dan dastavkasi beriladi aka. Bu yoqda aka bu skuterlarimiz ham menga aka juda ham odamga, haydovchiga komfort bergani uchun yoqadi. Bu skuterlarimiz narxi aka $550 dan qilib beramiz. Benzinli skuter xohlaganlarga aka Tiger degan modelimiz bor. Tezligi 120-130 ga chiqadi. 35 kilometrlik masofaga aka men 20 minutda keldim. Bu degani men bosib kelmadim. Yo'llarda probkalarga to'xtamasligim hisobiga. Tushunarli. Bu yoqda ayollarimiz uchun Ravshanbek TVga alohida salomati qo'yamiz. Akam shetdalar yoqib qopti. Nima qilasiz aka? $300 skidkasi bor ekan. O'zingiz olib qo'yavering. Obunachilarga beraylik, foydalanasiz. Buni menga minadigan ko'chadan keyin qo'yaman. Blogerlik tashab qo'yarlar-da aka. Bu yoqda yuk tashuvchi mototsikllarimiz, 2 tonnali mototsikllarimiz $2000 dan so'mga 26 million so'm bo'ladi. 250 kub объемli dvigatel bo'ladi. Hurmatli kuzatuvchilar, akam obunachilari, bugungi videomizda qisqacha tushuntirish berib ketyapmiz va call centerlarimizni ekran ostiga yozib qo'yapmiz. To'liqroq ma'lumot uchun albatta call centerlarimizga aloqaga chiqing va o'zingiz uchun shunaqa chiroyli mototsikllarni sotib oling. Call center albatta siz uchun xizmat qiladi. Qaysidir mahsulotimizni yoqqan bo'lsa, shu videodagi shu mahsulot haqida to'liqroq obzor, to'liqroq ma'lumotsiz call centerlarimiz sizga batafsil ma'lumot berishadi. Akamga gap bo'lishi mumkin emas. Hamma ma'lumotni doli-guliga olib kelib berdilar. Endi mabodo qaysidirni tashab o'tib ketgan bo'lishimiz mumkin. Qaysidirning xarakteristikasi kam bo'lib qolgani bo'lishi mumkin. Albatta call center raqamlari ekranda turibdi. Aloqaga chiqinglar. Aloqaga chiqsalaring bizdan ozmoz skidkasi ham bor. Aytib o'tganimizdek, shu videoda shu joyni misol uchun $2300 edi, $2000 qilib berdilar. Shuni olmoqchi bo'lsalaringda misol uchun mana shuncha narxida shuncha qilib beradilar deb aytsalaring, chegirmasini ham qilib berishadi. Men yana bitta narsani hurmat qilaman. Videoga kirishib gapirib bergan odamlarni juda ham hurmat qilaman. Men video davomida juda ham kam gapirdim. Asosiy akam o'zlari ma'lumot berdilar. Biz obunachilarga chiroyli qilib Xudo xolasa ovozimiz ham chiqmay qoldi. Xudo xolasa biz aytganimizdek 3-videomizda bitta skuterni bepulga beramiz. Buning uchun albatta videomizga like bosgan bo'lishlaring kerak. Bitta yaxshi tilaklaringni kommentariyaga qoldirgan bo'lsalaring bo'ldi akalar. Bu
haqiqatda qiynalgan odamga yetib borsa juda ham yaxshi, aka. Keyingi videoyimizni ikkinchi qismida skuterlarda narxlariga bir qator mototsikllar narxlariga to'xtalib o'tdik. Videoyimizni ikkinchi qismida xarakteristikalari, alohida detallari qaysi zavodlarda ishlab chiqarilgan, bu o'zi qobiliyati qanaqa tortishi, yurish turishini hamma yo'qda sizlarga chiroyli obzorini qilib beramiz. Keyingi videoyimizda solishtirish qilamiz mahsulot bilan, xudo xolasa yana ham bir manfaatliroq bo'ladi. Yana yangiliklar ham bo'ladi, xudo Albatta xolasa. aka. Aka, vaqtingizni oldim. Video davomida aytilmagan xato kamchiliklarimiz bo'lgan bo'lsa, bir Albatta aytib uzr o'tsangiz. so'raymiz. Video davomida xato kamchiliklarimiz uchun, so'zdagi imloviy xatolarimiz uchun albatta hammalaringdan uzr so'raymiz. Like bosib, podдержка qilib, qo'llab-quvvatlab, megabaytlaringni sarflab bizni ko'rganlaring uchun hammalaringga kattadan katta rahmat. Vodiy Moto kompaniyasi albatta mijoz uchun xizmat qiladi. Manzilimizga keladigan bo'lsak, Farg'ona shahar, Kichik Halqa yo'lida Joydam chorrahasi bilan Yormazor chorrahasini o'rtasida yo'lda o'ng betida Farg'ona shahardan kelishda. Agar Tantana mehmonxonasi tomondan keladigan bo'lsak, yo'limizni chorrahadan o'tishimizga 500 metrdan keyin chap tomonda manzilimiz joylashgan. Albatta magazinimizda, do'konimizda, kompaniyamizda sizlarni xushkayfiyat kompaniyamiz a'zolari bilan kutib qolamiz. Sog' bo'linglar. Xudo xolasa. Aka, vaqtingizni oldim. Omon bo'ling. Rozi bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha.